Shu 100 ming so'm pulni sizga berib yuboramiz. Faqatgina shu videomizga bittadan like bosasizlar, kommentariyaga o'tib omad so'zini yozasizlar, kanalimizga obuna bo'lib 25-iyungacha xohlasangiz laterli 220, xohlasangiz releli 380 stabilizatorlarimiz kelib do'konimizda xarid qilasizlar. Narxlarini eng arzon narxlarda kelishtirib hisoblab, bundan tashqari sizlarga 100 ming so'mdan pul mukofotlarini qo'shib beramiz. Narxini kelishib, narxidan tashqari. Bizda stabilizatorlarimiz ikki xil variantga bo'linadi, laterli hamda releli. Qatga qanaqa qo'yishlarini videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sizlarga to'liq obzorlarni qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyati to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, to'liq obzorlarni qilib beramiz sizlarga. Stabilizatorlar laterli hamda releli variantga bo'linadi. Sizlarga farqlarini tushuntiramiz. Xo'p, bu akalar releli variantda stabilizatorlarimiz 3 kW, 5 kW hamda 10 kWli variantlarni sizlarga hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, 95 voltdan 3 kWgacha bo'lgan nagruskalarni ko'tarib berish uchun mo'ljallangan, ko'rishingiz mumkin. O'zida ventilyator tizimlari bor, bemalol o'zini avtomatik sovutish xususiyatiga ega. Strelok brendidan tok necha kiryapti, necha chiqyapti, necha nagruskada ishlayapti, hamma yo'qni o'zi ko'rsatib turish uchun mo'ljallangan akalar. Admotikasi alyumin admotika, narxini kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 1 million 300 ming so'mdan obunachilarim chiqib beramiz. Do'konimizdan kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Endi 5 kWli modelimiz 95 voltdan buyon ko'tarib beradi. Toklang 95 ga tushib ketgan taqdirda ham sizlarga 220 chiqarib berish uchun mo'ljallangan bo'ladi bu stabilizatorlarimiz akalar. Xo'p, 5 kWgacha bo'lgan nagruskalar ko'tarib, televizor, xolodilnik shunga o'xshagan narsalar ko'tarib bera oladi. Narxi $145 dan obunachilarim uchun qilib beramiz bu variantimizni. Endi 10 kWli modelimiz 45 voltdan ko'tarib berish uchun mo'ljallangan 10 kWgacha bo'lgan nagruskalar Ukuna Strelok brendidan ventilyator tizimlari o'ziga tayyor qo'yilgan 1 yildan zavodskiga sertifikat garantiyalarni beramiz. Narxini obunachilarimiz uchun 2 million 750 ming so'mdan chiqazib beramiz akalar. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, endi akalar Ukuna Strelok brendidan 20 kWli releli stabilizatorlarimiz ko'rishingiz mumkin. Tok necha kiryapti, necha chiqyapti, qanaqa nagruskada ishlayapti. Bu ham hamma yo'qni o'zi ko'rsatib turish uchun mo'ljallangan akalar. O'zida ventilyator tizimigacha tayyor qo'yilgan holatda bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Narx-navolari 4 million so'mdan 1 yil garantiyalari bilan qilib beramiz. 20 kWli releli variantda stabilizatorlarimiz. Endi ukamizga laterli variantidan bo'lsin, elektromobilga qo'yamiz, sifati yaxshiroqdan bo'lsin degan mijozlarimiz uchun laterli stabilizatorlarimiz 5 kW dan, xo'p, 15 kWgacha bo'lgan 220 li modeli bor. Xo'p, bu 5 kWli modelimiz necha kiryapti, necha chiqyapti, necha nagruskada ishlayapti ko'rsatib turadi. Undan tashqari ichida admotika qismlarini ko'rishingiz mumkin. 100% misli, kabellari ham, sifatlari ham juda ham sifatli qilib ishlangan. O'zida ventilyator tizimlari bor, bemalol avtomatik o'zini sovutadi. Narxi Hop, $85 ga obunachilar uchun qilib beramiz. Rato brendidan 1 yil garantiyasi bor. Admotkasi misli model. Hop, endi akalar Rato brendidan 10 kWli 110 voltdan ko'tarib beradigan stabilizatorlarimiz. Toklang past bo'ladigan bo'lsa baland qilib, baland bo'ladigan bo'lsa tushirib berish uchun mo'ljallangan. Rato brendidan ko'rishingiz mumkin. Admotka qismlari 100% misli, mexanizmlari, sifatlari, kabellari juda mustahkam qilib ishlangan. O'zida ventilyator tizimi bor. Narxini obunachilarimiz uchun 3 million so'mdan 1 yil garantiyalar bilan qilib beramiz. 15 kWli modelimizni 3 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Andeli so'raganlarga Andeli modelimizdan ham do'konimizda mavjud akalar. Hozir qisqacha narxlari bilan aytyapmiz. To'liq ma'lumotlarni telefon orqali bemalol so'rab olishingiz mumkin. Endi akalar, xo'p, 20 kWli model so'raganlarga endi qaranglar, sizlarga farqini tushuntiraman. Mono releli 20 kWli stabilizatorlarimiz bu laterli 20 kWli stabilizatorlarni hisoblanadi akalar. Laterli bilan relelining o'rtasida osmon bilan yercha farqi bor. Bu releli variantimiz, admotikasi bittalik. Bu laterli variantimiz. Admotikasi 3 tali bo'ladi mana. Bu 100% mis. Bu ham 20 kW, bu ham 20 kW. Bu nagruskani ko'proq ko'tarib berish uchun mo'ljallangan. 110 voltdan ko'tarib beradi. 3 pog'onali admotika. 1, 2, 3. 100% misli bo'ladi akalar. Undan tashqari shotkalari bor. Shotkalar aylantirib turishini hisobiga sizlarga anchagina uzoq xizmat qilib beradi. Shitlari qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Kabellari ham juda ham mustahkam qilib ishlangan, sifatlari zo'r. Rato brendidan 1 yil garantiyasi bor. Narx-navosini obunachilarimiz uchun akalar 110 voltdan ko'tarib beradigan modelimizni $550 dan 1 yil garantiyasi bilan qilib beramiz akalar. To'liq narxlarni telefon orqali so'rab olishingiz mumkin. Xo'p, 80 voltdan ko'tarib beradigan modeli ham bor. Ularimizni $590-600 dan chiqadi. 30 kWli $700-750 shunaqa atrofida chiqadi akalar. Endi katta 3 fazali modelimizga tanishtirishni
boshlaymiz. 3 fazali, endi katta ishxonalar uchun yoki 3 fazali to'ki bor joylar uchun juda ham qo'l keladigan stabilizatorimiz 30 kilovat 3 faza. Ko'rishingiz mumkin 30 kilovat 3 fazamizni admotka qismlari 3 pog'onali mis admotka, shotkalari ham 2 tali shotkadan, miya qismlari ham hamda shit qismlari ham juda ham baquvvat qilib ishlangan modelimiz. Necha chiqyapti, necha kiryapti hammani ko'rsatib turadi. Shitlari, shotkalari tayyor o'ziga qo'yilgan. Narxini obunachilarimiz uchun $750 dan 1 yil garantiyasi bilan beramiz akalar. Rato brendidan. Ko'pchilik Andele so'rashadi akalar. Bu yerda lakletka rol o'ynaydi xolos. Buni narsani ko'chirib tashab turib Andele qilib yopishtirib bo'lsa Andele bo'laveradi. Lekin Andeledan kilogrammi ham og'ir hamda sifati ham toza chiqadi bu stabilizatorlarimizni. Endi katta bahaybat 50 kilovat hamda 40 kilovatli variantimizga o'tamiz tanishtirishdi. Bu akalar ko'rishingiz mumkin 50 kilovatli modelimiz 3 fazali admotkalari 6 talik ko'rishingiz mumkin. 1 2 3 6 tali admotka, shitlari ham 3 tali shit. Kabellariga bitta ahamiyat berasizlar, juda ham yo'g'on, mustahkam, baquvvat kabel qilishlangan. Miyalari ham sifatli original miyalardan, shotkalari ham 2 tali shotkalar bilan jihozlangan. Bu 50 kilovatli modelimizni $1300 ga 1 yil garantiyasi bilan beramiz. Rato brendidan akalar bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Manzil yana aytaman, Marg'ilonda hokimiyati to'g'risida. Bu 40 kilovatli modelimiz bo'y jihatdan, hajm jihatdan bir xil, lekin admotkasi qalin yo'qqaligida farqi bor. Bu ham admotkasi 6 tali, lekin 50 kilovatliga nisbatan admotkasi yuqoriroq qilishlangan. Shitlari 2 tali, 3 tali qilishlangan, hamda buni kabel mexanizmlari ham juda ham mustahkam qilib ishlangan. Narxi $1150 dan 1 yil garantiyasi bilan beramiz akalar. Aksiya shartlarini videoni boshida aytdik, like bosasizlar, obuna bo'lasizlar. 25-iyungacha kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, chegirmalarni qilib beramiz. Shunaqangi stabilizator oqtarib urgan tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Dastavka xizmatlarini butun O'zbekiston bo'ylab yo'lga qo'yib berganmiz. Telefon qilib oladigan bo'lsangiz, ma'lumotlarini ham to'liqroq ma'lumotlarni beramiz.